14 haftalik bola shunaqa bo'ladi. Mana oyoqlari bilan tepib yotibdi, ko'rdinglar? Mana oyoqchalari harakatini, aktivligini ko'ryapsizlar. Mana qo'lchalari, oyoqchalari bilan tepib yotibdi. Oyijon salam va picha chiroyli bolachasi. Mana popoklari o'tib turibdi. O'g'il bolacha mana oyoqlarini ko'tarib olganlar, yotibdilar yaxshi. Xavotirga o'rin yo'q. Ona bola sog'lom, lekin bularni urishadigan joyim bor. Urishadigan joyim 14 hafta 4 kunlikda murojaat qilib kelganlar. 14 hafta 4 kun. Yana qaynana akusherkada 13 hafta 6 kunlikgacha kelish kerak-da bunday srokda. Bizga katta srokda kelishi 14 haftalik, mana srokda kelishi 14 haftalikda qiyin masala. Ayol juda ham chiroyli bolachasi ozg'ingina yotibdi. Mana oyoqlarini bukib yotibdi. Qarasanglar, hozir yana bitta narsani ko'rsataman. Qanaqa ko'riladi 14 hafta 4